Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Navbatdagi videomizni Andijon mashina bozoridan Lacetti avtomobillardan boshladik. Birinchi avtomobilimiz Stolnoy Svetty Lacetti. Mashinamiz 2013-yil, 340 ming yurgan, xullas 3-pozitsiya avtomatik korobka mashina akalar, cho'tga qilib qo'yilgan. Avtomobilimiz mana ko'ryapsizlar, 1.6 motorli, badramli choklari, uslitillar, xullas gazlari hamma yo'g'i bor. Mashina ko'rishini turib-turibsizlar, buklarigacha akalar ishlab turibdi ekan. Mashinamiz mana bir qator bu yoqda ko'rinishi balonlari kesak, diskalar taqilgan, 4 ta yangi balonlargacha akalar taqib qo'yilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda ham mana ishlab turibdi. Linonin, ko'rik, chexol, xullas salon holatlari. Saloni ham akalarni bu yoqlari koja bilan обшивать qilib, xullas rullarimiz multi rul. Mana avtomatik korobka. Ko'ryapsizlar akalar. Mashina xullas maksimum qilib qaralib minilgan mashina ekan. Mana bu yoqdan bir qator salondan akalar ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metan. Bagajimiz akalar choklari, zapaska balon, damkrat, ключ, xullas hammasi bor. Mana orqadan bir qator ko'rinishi. Hozir qolgan ma'lumotni egalaridan olamiz. Bir qator eshiklarni yopib turib ham ko'rsatib beramiz akalar. Xullas mashina chiroyli holatda ekan. Ko'rishlar mumkin. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Yaxshi. Motorda rasot yo'q, hadoyda ishi yo'q akalar. 4 ta yangi balonga taqilgan, ko'ryapsizlar. Kraska kaltilarichi? Kraska крылоda, сапожоda bo'ladi, полигон и kapotda. Shu yerda deyapsiz-a? Shu yerda bor ekan. 3 litr tutunmi? 3 litrga o'tmaganmi? 3 litr yaxshimi? Yaxshi. 3 litrlari akalar yaxshi holatda ekan. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 6900 kami bor. 6900 kami bor. Savdosi-chi bo'ldimi yo'qmi? Ha? Savdosi bo'ldimi? So'rashdim bozor. Variant barterbank bank bo'ladi. Bank qilib olsanglar bo'laveradi. Variantga chiqmaydi. Telefon nomeringiz 91 kod 91lik 616 27 57 raqamlarga akalar aloqaga chiqamiz. Akamiz ismi Ramazon ekan. Ramazon akaga telefon qilib o'zingizlar gaplashib kelishib olaversa, mashinani akalar mana holatini o'zingizlar ham ko'ryapsiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Lacetti. Mashinamiz 2010-yil, 347 ming yurgan, 2-pozitsiya mexanika avtomobilimiz. Motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, padramning choklari, uslitillar, xullas gazlari, ABS, konditsioner akalar hammasi bor. Balonlariga simvollarimiz almashadigan holatda ekan. Mashinamiz mana bu yoqdan bir qator akalar videosi. Salon qismiga kelsak, linonin, ko'rik, chexol, xullas mana salon holatlari 2-pozitsiyada, qor oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham akalar bir qator ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metan. Mana choklari, zapaska balon, damkrat, ключ, xullas hammasi bor. Bagajimiz akalar chok holatlari. Mashinamiz mana bu yoqdan bir qator videosi. Videoga maksimal like bosib, kanalga obuna bo'linglar, obuna bo'lib qo'ng'iroqni bosib boramiz. Siz ma'lumot beraverasizmi? Motor hadoylari qanaqa? Rasot yo'qmi? Motorda rasot yo'q. Hadoyda ishchi? Yo'q. Hadoyda ham akalar tayyor 5200 kami bor. 5200 akalar kam bor deyapti ekan. Qayerda mashinasi ekan? Sharxonni mashinasi. Sharxonnimi, shahardami? Sharxon tuman. Sharxonni mashinasi ekan. Kraska kaltiga qanaqa deyapsizlar? 30% kraska bor ekan. 30% kraskasi bor. Oldarqalar pechatmi? Ha, pechat. Oldarqalari akalar pechat butun deyishyapti. Narxi 5200 kam bor. Variant barter bank qanaqa yo'llari bor endi? Faqat naqdmi? Faqat akalar naqdga sotilar ekan. Telefon nomeringlar 95lik 091 1918 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Lacetti akalar. Mashinamiz 2013-yil, 260 ming yurgan, 1-pozitsiya mexanika avtomobilimiz. Motor qismiga kelsak, motorimiz 1.8. Badramlik choklari, uslitillar, xullas gazlari bor. Balonlariga kelsak, balonlarimiz 4 ta balonimiz
yaxshi holatda. Linonin yo'q ko'rilari, chexollari, xullas salon holatlari. Ko'rilar, yangi ko'rillargacha tashalgan chexollar ham yaxshi holatda ekan akalar. Mashinaning salonlari, bu bunaqa joylari ham ko'zada abshivat qilib qo'yilgan. Oqonalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan bir qator akalar salonda ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metan. Bagajimiz akalar choklari, damklar, tutilish xullas hammasi bor ekan. Bagajimizning bu yoqdan bir qator choklari. Mashinani orqadan videosi. Videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz. Motor hadoylari yaxshimi aka? Zo'r aka, umuman rasxod yo'q, motorda rasxod yo'q, hadoylari ham yaxshi ekan. Charm xod tutdi. Yumshoqlargacha turib ekan. Qayerda mashinasi? Asakalik. Asakani mashinasi. Klassik avtolar qanaqa deyapsiz? Bitta petnos bor, orqa kapotda bir qarich. Orqa kapotda bir qarichni petnos bor xolos. Boshqa joylari yaxshi ekan, akalar bemalol olib borib, ko'rsatib, tekshirib olaverasizlar. Narxini qancha dedik aka buni? 7000 deyapmiz. 7000 kam bor. Ozgina o'tib beramiz. Ozmoz akalar kami bor ekan. Variant barter bank. Bank bor, bafter bor. Bank qilib olsanglar bo'laveradi. Barter degan mashinalarga xullas bank qilib olsanglar bo'laveradi. Variantga chiqmas ekan. Telefon nomeringiz aka? 94lik 101 22 23 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Aka yili 10 midi? 13. Mashinaning holatini ko'ryapsizlar. Bitta joyda petnos bor ekan. Xolos akalar telefon qilib gaplashib bosib joy ekan. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangli Lacetti, mashinamiz 2013-yil. 287 ming dedingizmi? 287 ming yurgan, 1.6 motorda, avtomatik korobka. Motor holatiga kelsa motorlarni ko'ryapsizlar, 1.6 podramnik, choklari, uskuletorlar, xullas akalar gazlari bor. Balonlariga kelsa balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Avtomobilimiz salon. Linonin ko'rish chexol, mana salon holatlarini akalar ko'ryapsizlar. 3-pozitsiya avtomatik korobka yuklari ham akalar ishlab turibdi. Bir-biriga vahshiy minimum ne qilib yaqin qo'yishib yuboribdi akalarimiz. Mana bu yoqdan bir qator salondan ko'rinishi. Endi orqaga akalar o'tolmaymiz, to'g'ri tushunamiz. Mashinani mana orqadan bir qator videosi. Zapaska hamma yo'g'i bor, a? Motor hadoylari qanaqa aka? Zo'r. Yaxshi. Motorda rasxod yo'q, a? Yo'q. Motorda rasxod yo'q akalar. Hadoylari ham yaxshi. Korobkalari ham yaxshi. Korobka, xullas hamma yo'q yaxshi ekan akalar. Mashina olib turib minishga tayyor. Qayerda mashinasi bu? Shahardagi. Shaharda mashinasi. Klassik avtolari-chi? Klassik mana shu yerda petno bor. Zabraga kiryapti, ilib olgan. Shu yerda petnosi bor ekan akalar. Qolgan joylari yaxshi. Old orqalari pechat, xullas bitta mashina petnosi bor, xullas. Qolgan joylari yaxshi. Narxi buni qancha? Buni 70 mingdan o'tib beramiz. 7300 kami bor. Savdosi bo'ldim, bozor so'radim. Yo'q, hali so'ramadim. Variant barter bank yo'llari-chi? Bank. 3,5 pul bo'lsa bank. 3,5 puli borga bank qilib olsanglar bo'lar ekan, variantga chiqmaydi. Keyin faqat narxga ekan, nima gen chiqadimi yo'qmi? Gen ham yo'q chiqadi argumentda. Ular gen chiqaverar ekan. Telefon nomeringlar 90lik 90lik 140 04 90 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Mashinamiz akalar 1.6 motorda, avtomatik korobka, xullas yuklari bor. Biz ideal holatdagi Lacetti minalarini akalarimiz telefon qilib, xullas gaplashib bosib joyi. Bitta avtomobilimiz akalar qora rangli Lacetti, mashinamiz 2011-yil, 193 ming yurgan. 1.8 motorda. Mana motor holatlari, podramnik, choklari, uskuletorlar, xullas gazlari bor. Balonlariga kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda akalar, qora rangda. Linonin ko'rish chexol, mana salon holatlari. Chexollar yangi chexolgacha taqilgan ekan. Bu yoq akalar cho'chishi mumkin. Salonda orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan bir qator orqadan videosi. Videoga maksimal like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini akalar bosib boramiz. Buni menimcha akalar klassикасini toza deyishyapti akalarimiz. Motor hadoylari yaxshimi aka buni? Yaxshi. Ochib bersizlar yaxshi bo'ladi. Rasxod yo'q, a? Yo'q, Temir metan akalar. Mana choklari, zapaska balon, damkira, xullas hammasi bor ekan. Mana bu yoqdan bagajdan bu yoqdan bir qator choklar. Motorda rasxod yo'q deyishyapti. Hadoylari ham yaxshi. Kraskasi qanaqa? Toza? Kraskasini akalarimiz toza deyishdi. To'rtta yangi balonga taqilgan balon holatlari ham yaxshi ekan, xullas. Narxi-chi aka buni?
Buni 7,5 dan beramiz. 7,5 ming kami bor. Savdosi bo'ldimi bunga? Yo'q, hali bo'lmadi. Variant barter bank. Bank qilib olsa bo'laveradi. Ular 3,5 ming dollar bilan akalar bank chiqaverar ekan. Endi naqqa sotiladi. Gen chiqaveradi bu ham, hamma dokumentlar. Ular dokumentlar muammosi yo'q, gen ham chiqaverar ekan. Telefon nomeringlar 90lik 140 0490 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Mashinamizni holatlarini ko'ryapsiz akalar, ideal holatda. Kraskalari toza deyishyapti. Mashinamizni akalar o'zingizlar ham ko'rsatib tekshirib akalar olaverasizlar. Atigi avtomobilimiz akalar oq rangli Lacetti, mashinamiz 2013-yil 176 ming yurgan ekan. 1.8 motorda. Motor qismiga kelsak, mana motor holatlari 1.8, padranlik, choklari, usletillar, xullas bu propanda ekan, adashmasam, bu akalar propanda ekan. Balonlariga kelsak, balonlarimiz to'rtta balonimiz o'rtacha holatda. Salon Ninoni yo'q, ko'rilari, chiqollari, akalar salon holatlari. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator akalar salondan ko'rinishi. Videoga maksimal like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham akalar bosib olaylik endi. Mana qozonlari, zapaska balonlari ham yangi ekan akalar. Plyushlar bor. Mana bagajimiz ham bu yoqdan bir qator shotlari. Mashinani orqadan bir qator videosi. Hozir qolgan ma'lumotlarini akalardan olib sizlarga berib o'tib ketamiz. Motor hadovi yaxshimi buni? Holati ideal. Yaxshi, rasxod yo'q. Yo'q, rasxod. Xudo xohlasa akalar olasizlar, rasxod qilgan joyi yo'q ekan. Mashinani holatini o'zingizlar ham ko'ryapsizlar. Kraskasi-chi buni? Kraskasi oldi kirlar bilan orqa kirlarda petno. Oldi kirlar, orqa kirlarda petno. Qolgan joylari yaxshi, qolgan joylari akalar yaxshi, toza. Buni narxini qancha dedik? Buni ham 7300 kami bor. Savdosi bo'ldimi yo'qmi bunga? Endi bo'lyapti. Bu ham bank chiqaradi. Video 3,5 mingdan chiqadi. 3,5 mingdan bank chiqarar ekan. Akalar variantga lekin berilmas ekan. Dokumentda ular generalniy liboy dokument bo'laverar ekan. Telefon nomeringiz 90lik 140 0490 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Akalar Lacetti'da jentra qilingan so'ragan akalarimizga mashinamiz 2010-yil 300 chemta yurgan ekan. Avtomobilimiz xullas 1.8 motorda tayyor Lacetti jentra qilingan varianti. Mashinamiz 1.8 motor. Padranlik, choklari, usletillar, xullas gazlari bor ekan. Balonlariga kelsak, balonlarimiz to'rtta balonimiz o'rtacha holatda. Mana ko'ryapsizlar akalar, mashinamiz holati. Oldi faralari Amerikanka. 3-chi pozitsiya, xullas Ninoni yo'q. Ko'rilari, chiqollari, salon holatlari. Mana monitorlargacha taqilgan. Avtomat kelib aka. Liklari ham ishlab turibdi, ko'ryapsizlar. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan bir qator salonlar, akalar ko'rinishi. Xullas Lacetti'da jentra qilingan, so'ragan akalarimizga. Temir metan. Bagajimiz akalar chok holatlari, zapaska balon. Mana bu yoqdan ham bir qator akalar chok holatlari. Orqa stopera o'ptira. Mashinani orqadan bir qator videosi. Hozir qolgan ma'lumotlar egalaridan olamiz. Aka, motor hadoylari qanaqa? Motor hadoylari yaxshi, motorda rasxod yo'q-a? Motorda rasxod yo'q, hadoyda ishi yo'q ekan. Akalar, qayerda mashinasi ekan? Buloqboshini mashinasi. Kraskakaltilari oldi jentra qilingan. Oldi jentra qilingan, detallar almashgan. Arqa tarafida-chi aka? Butun. Arqalari yaxshi, ha? Xudo xohlasa arqa taraflari akalari yaxshi ekan. Narxini qancha deyapsiz aka buni? Narxini aka 6 mingdan. 6 ming ozmoz kami bor-a? Savdosi bo'ldimi, bozor so'radim aka. 5700 ga berilmadi. Ustiga yursa barakasi bo'ladi. 6 ming tushib pullar akalar o'rtasida bo'lar ekanda. Variant barter bank. Bank qilib olsa bo'laveradi. Variantga chiqmaydi. Telefon nomeringiz aka? 91 601 01 60 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Mashinamiz 2010-yil ekan akalar. Lacetti'da jentra qilingani, xullas. Mashinamizni endi ko'rdinglar. Orqalari butun deyishyapti. Amerikanka orqa o'ptira, sakadiska 8, sakadiskalargacha taqilgan 1.8 motorda 3-chi pozitsiya tembol avtomat korobkasi ekan. Telefon qilib sekin gaplashib, xullas akalar bosib olgan joy ekan. Mashinani holatini mana o'zingizlar ham
ko'rib, ideal holatda yo'qlasini ko'rishingiz mumkin. Mana kelib o'zingizlarni bir qator ko'rsatib, tekshirib olaverasizlar. Mashina holati